Assalomu alaykum ahli YouTube. Hozirda men Germaniya Federatsiyasining München degan shahri, rayonimiz adashmasam Markschwaben shunday degan joyda yashaymiz. Bu kun bir qadrli deputatimiz Alisher akani gaplarini eshitib, Alisher Qodirov edi, familiyalari shunday edi. Hamma Alisher deydi ismlarini. Shu kishinin gaplarini eshitib, bir tarafdan to'g'ri dedim, lekin bir tarafdan noto'g'ri ham dedim. To'g'ri deganim haqiqatan gaz qimmat mahsulot, aytganlaridek xarajati ko'p. Qazib olish jarayoni katta pul mablag' talab qiladi. Noto'g'ri degan tarafim xalqqa bermaslik kerak, prosta uyni gaz bilan isitmaslik kerak degan tarafini noto'g'ri deyman. Nima uchun? Chunki buni ham sabablari bor o'ziga yarasha. Gaz qimmat deb uyni isitmasak, svet qimmat deb limitni o'rnatsak, mana bu yil qish aqqol keldi, hamma bilindi, hammaga sovuq bo'ldi. Shunaqa paytlarda nima qilamiz? Yo yana sivilizatsiyani orqaga tashlab tappi yopishga tushamizmi? Yoki dunyo anavlaridan voz kechib, mana Yevropada hamma o'z dam olish kunini maroqli o'tkazadi, yugurib, yelib. Bizdachi gaz pulini to'lash kerak, svet pulini to'lash kerak, va ro'zg'or qarab o'tiribdi-da, cho'pa-cho'p yakshanba kun dam olishni unutamiz joyiga keladi. Biz ham sal yashaylik oxir. Deputatlar sal imkon beringlar bizga ham. Limitlar hatto mayli, gaz bermasin xalqqa, rozi biza. Svetdan limitni olib tashlab, arzon faqat svet orqali istiqon qilib sharoit yaratib beringlar. Gazni nima qilsalaring qilinglar. Bizga ham imkon beringlar oxir, bitta narsaga ishonaylik biz ham. Svetimiz bor, gazimiz bor deysizlar, hamma narsaga limit o'rnatib tashlagansizlar, uni to'lashchi. Mana qish oylariga hamma yaxshigina bilib turibdi-da. Bu bittasi nima ekan chiqib olib, ayol kishi tandirga non yopish kerak, tandirga non yopmasa, hozir oilalar oldingida non yeyishga vaqti bor oilalar kam qolyapti. Oilada ikki kishi ishlayapti, er va ayol ishlayapti. Farzandlar o'zi non yemaydi. Oldin ko'p ayollar ishlamardi. Oila bekasi edi, uyga o'tirardi farzandlari bilan, farzand tarbiyasi bilan. Hozirgi ayollar ko'plari ko'p farzandli bo'lishni xohlamayapti, ishlayman deyapti, karyera qilaman deyapti, uy ro'zg'orimni to'g'irlayman deyapti. Bu nima ahvol bu? Uni yoqsa unisiga ko'nmasalaring, buni yoqsa bunisiga ko'nmasalaring. Mana Yevropada bitta narsasiga tan berdim, Yevropani. Soliq turlari bor ekan. Bu yerda odamga boshqacha soliq, oddiy aholi uchun aytaman, endi chunki men ham oddiy aholi sifatida, ishchi sifatida o'zimga tegishlisini bilaman. Bo'ydoq uchun alohida soliq ekan. Oilali uchun alohida soliq ekan. Oilali bo'lgandan keyin farzandli bo'lgan odamlar uchun alohida soliq ekan. Bo'ydoq uchun qimmatroq ekan. Uylangan uchun arzonroq ekan. Uylanib bola chaqali, farzandli bo'lsa, u uchun ham boshqacha legota bor ekan. Ya'ni yengillatish darajasiga ularga yordam berish ekan. Bizagachi o'sha 500 kilovat tamom, bir oila uchun, bir oilaga 10 kishi yashaydimi, 100 kishi yashaydimi, farqi yo'q, urib qo'ygan joyi bor. Oxir buni ham bo'lmaydi-da, uzr endi. Gazga gapirgan odam pidarazlar degani uchun qamalib ketdi. Men ham o'zim shaxsiy fikrim uzr hissiyotga berilib ketdim. Shunday qilib qo'yib qo'ygan joyi bor-da hammani. 500 limit tamom. Gazga ko'tarildi. Svetniki holi ham o'sha. Joyi kelyapti. Oyiga 300 ming, 400 minglab svetga ketadi. Mana svet gazga joyi ketadi. Nima uchun? Chunki havo soviydi. Havo sovigandan keyin nima kerak? Elektr energiya, issiqlik ta'minoti kerak bo'ladi. Gazlar ko'tariladi, svetlar ko'p ishlaydi. Uni nima qilamiz Alisher aka? Bir shuning uchun ham bir yangi qonun chiqarishingizni yoki bir yangi qonun ustida bosh qotirishingizni so'rab ko'ramiz, iltimos qilamiz. Faqat xalqqa yopishavermay, davlat ham buni xalq tarafdan bo'lib o'ylanglar. Svet gazni bergimiz kelmayapti xalqqa. Xalq nima qilsin deb ham bir o'ylanglar. Yo nima qilaylik? Sham o'zimiz ixtiro qilaylikmi? Sham yoqib, tezak yasab, o'zimiz sharoitimizni o'zimiz ko'raveraylikmi? Oxir bunday bo'lmaydi-da. Gazni qimmat deyapsizmi? Tamom, gazni yig'ishtirib taylang. Hamma kuchni svetga bering, tokka elektr energiya chiqarishga beringizlar. Gazni mayli xalqqa bermanglar, lekin sotganlaringdan kelib chiqayotganidan bala pul ajratinglar. Oyliklar kimning hisobidan olinyapti o'sha oyliklar
oyliklar uchun jamg'armalar ajratish kerak, pensiya qarilarga pensiya fondiga ajratish kerak. Faqat hamma narsa davlat ishi uchun davlat kattalari biladi, ular o'zi amaldorlar biladi faqat degan bilan ish bitmaydi. Nima xalq prosta nima O'zbekistonni borligi uchun yashab beryapti. Mana ko'rib turibmiz, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Dubay hammasi nefti bor, gazi bor. Xalq yaxshi yashayapti. Nimani hisobiga? Shu gaz, neftdan chiqayotgan pullarni olinayotgan, nima uchun olinayotgan sotilgan pullardan berilgan daromadi uchun xalqning hayot darajasi yaxshi. Bizga gaz svet bor, lekin xalqqa hech nima yo'q. Hamma narsa mansabdor shaxslarning qo'lida, ular biladi, ular nima ish qilsa, ular xohlagancha bo'ladi. Bunday bo'lmaydi oxir. Xalq ham biz ham bir kun ko'raylik. Men Yevropaga o'sha bir o'zimiz uchun yashashni o'rganaylik. Bir oilamizni, farzandlarimizni yaxshi joylarga o'qitishni xohlaymiz biz ham. Kelajaklarini yaxshi, ularning kelajagini yaxshilashni xohlaymiz. Olim bizga aytishardi, migrantsan, yaxshi o'qimagansan, undoq qilasan. Hozir ko'rib o'tiribman, yaxshi o'qiganlar ham migrant, yaxshi o'qimaganlar ham. Bu nima ahvol bu? Sharoitimizni yaxshilash uchun faqat biza mas'ul emas, bizlarning ustimizdagilar ham mas'ul biz uchun. Chunki biz harakat qilganimiz bilan narx-navo oshib ketaversa, hech nimaga ulgurmasak, bu qanday biz erta kelajagimizni qanday ko'ra olamiz bu davlatga? Qo'rqamiz-ku bu davlat bilan bu dalish yashashga, bir nima ish qilishga. Bunaqa ham bo'lmaydi, sal insof qilish kerak. Xalq ham sizlardan bir nimani talab qilyapti, bir nimani umid qilyapti. Mana Shavkat Mirziyoyev aytdilar, prezidentimiz. Kelajakni yarataylik, o'sha 5 tamoyil bo'yicha yarataylik, ochiqlik islohotlarini qilaylik dedilar, erkinlik qilaylik, xalqqa sharoit yaratib beraylik deyaptilar. Ko'rib turibmiz, ko'p ishlar yaxshiliklarni yapti, lekin xalqni bunchalik qisish kerak emas-da. Xalq ham nima qilsin? O'zi uchun qilsinmi, farzandi uchun qilsinmi, oilasi uchun qilsinmi? Bir erkakning bo'yniga ham ota-onasi, ham oilasi, ham ayoli joyi kelsa, shuncha odam uni bo'yniga mas'ul. U qanday qaysi biriga yetkazsin, qaysi biridan orttirsin. Sizlar ham aytishlaringiz mumkin, ha, odamlar mana bundoq qilyapti. Odamlarga vaqt beringlar. Davlat ham aytadi-ku, hali biz yangi davlatmiz, kamchiliklarimiz ko'p, vaqt kerak yangilanish uchun deydi. Odamlarga ham bilimini, salohiyatini oshirish uchun, dunyoqarashini o'zgartirish uchun vaqt kerak. Ularni hadeb qiynash kerak emas. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'z fikrlarimni men ham bildirdim. Yevropaga kelib, Yevropadagi bo'lgan sharoitlarni ko'rib, davlatimiz Yevropa standartlariga moslashmoqchi bo'lganini ko'rib, Yevropada shunaqa narsalar bor ekan deb o'zi hamma biladi-yu. Endi men ham o'zim shaxsiy fikrimni aytdim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.